Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, tomoshabinlari, dakan ishqibozlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammaga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Juda ko'pchilik bu kanalimizga ham obuna bo'lishni boshladi. Kecha nari kanalimizga video qilgandik. Bugun obunachilar talabiga mana nokaut chuqurroq tashqariga chiqardik. Tomoshaga bir qator qo'yib qo'yamiz. Makiyonlar, 4 kiloli yirik makiyonlar, ko'pchilik sotasizmi deb so'rashyapti. Makiyonlar ikkovi ham tuxumda. Xo'rozni tuxumiga zakaz borligi uchun tuxum olyapmiz, lekin zakazlarni berib bo'lay dedik. Xudo xolasa yaxshi pul berilsa makiyonlarni mana beraveramiz. Xudo xolasa yirik makiyonlar, buni sutulak, buni bolalari yutib yuribdi. Chempion tuxumga yangi kirdi o'rtoqlar. Tuxumga yaqinda kirdi. Dakansa tuxum olarasizlar. Bunisi cho'ja makiyonimiz, Koreya makiyon. O'ta zo'r yirik makiyonlar o'rtoqlar. Tomosha qilib ham maza qiladigan makiyonlar, yuvib tarab qo'ymaymiz, shunchaki boricha ko'rsatamiz. Makiyonlarni ko'rgan odam o'zi bilib turibdi, tushunib. Xo'rozimiz yaxshiligi uchun, juda ko'pchilikning ko'nglidan joy olganligi uchun shundan tuxumlarga zakaz olyapmiz. Endi hozir zakazlarimizni yig'ib bo'lay dedik. Xudo xolasa narxlarini kelishib qolsak, mana makiyonlarni tayyor tuxumda beraveramiz o'rtoqlar. Xo'rozimiz xudo xolasa moshniy bo'lyapti, ves olyapti. O'ziga kelyapti. 4 kilo 200, 4 kilo 300. O'zi 4,5 kilo, 4 kilo 600 bo'lgan bu. Chechakdan keyin o'zini tiklab, mana vastanavit qilyapti. Xudo xolasa 4,5 kiloga chiqsa yana bitta ko'ramiz buni. Telegram kanaliga qo'yamiz. Buni 3 ta bekorchilar Telegram kanalda. Xo'rozda ham tanalari ham chempion bo'lib yuribdi. Buni otasi ham juda qimmat sumbali xo'roz bo'lgan o'rtoqlar. Cho'chalari bor sotuvda. Ishqibozlarga jo'jalarni ham imkon qadar ekranga qo'yib ketamiz. Endi bu hozir qanotlari joyida emas. Yangi parlar chiqqanda keyin bo'lakcha bo'ladi oldingi holat. Endi hozir qanotlari ko'rib turibsizlar joyida emas o'rtoqlar. Ikkala makonni ham birga olib yuribdi. Yaxshi parlab oldi. Bilasizlar, boshda bular chiqishmagan edi. Makonni zo'rligini qarang o'rtoqlar. Joning sog' bo'lib, 4 kilodan ham og'ir bo'lsa kerak bunisi. Tushni tarozisi yo'q. Xudo xolasa ikkalasi ham 4 kilodan og'ir. Tuxumlab qo'yay deb yuribdi. Hozir katakka olamiz. Xudo xolasa bugun ham tuxumlab olamiz. O'rtoqlar, xo'roz o'rtoqlar, haqiqiy xo'roz. Oyoqlar ham kuvalda, kvadrat oyoq. Buni ham tanasi ham bor. Bundan sal parlari bundan chiroyli, lekin gavda bir xil. Buni ham video davomida ko'rsatamiz o'rtoqlar. Makiyonlar mana juda ham chiroyli holatda yurishibdi. Bu bitta yutug'i bor o'rtoqlar, buni dastoyni yutug'i bor. Buni ko'pchilik taniydi bizda. Bu xo'rozlarda donga chiqqan. Hozirgi vazn 4,5 kilo, 4 kilo 600 keladi. Xudo xolasa uyaltirmaydigan xo'roz. O'ynab yutib olgan. Ajoyib ranglari ham kelishgan o'rtoq. Yerda ham endi tekisladigan vaqt keldi, yomg'irlar tindi. Tekislab endi agayatini olib qo'ysak, xudo xolasa ko'katlar ham chiqaradi. Mana xo'roz. Xo'rozimiz xudo xolasa juda ham ajoyib, zo'r xo'roz. O'rtoqlar. Hozir buni akasini ham olib chiqamiz, ko'rasizlar, ham tanasini bir xil. Makiyonlarni bittasini bunga qo'shib qo'ydik, bittasini unga qo'shib qo'ydik-da. Bu makiyonni hozircha bunga parlab qo'ydik, xudo xolasa. Xo'roz nima deysizlar? Bu hozirgina ham tanasi. Voy joning sog' bo'lsin. O'ta go'zal o'rtoqlar. Men shu paytgacha to'g'risi xo'roz sotyapmiz. Mana shunaqa bir kelishgan, gazlar uzun xo'rozlar kelyapti, lekin bu bo'lakchada o'rtoqlar.
Mo'shni xudo xolasa. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi-ku. Gap so'z yo'q. Yapon tovuqlarimiz hammasi shayda. Ajoyib yapon tovuqlar. O'rik gulladi o'rtoqlar, mana o'rik. Bir dona o'rik ekib qo'ygan ekanmiz. Yaxshi gulladi. Mana parandalar. Yaxshi xo'roz, olgan odam baraka topadigan xo'roz. Tomoshaga chiqarib qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalda yaqinlashtirib olingan variantlari ham bor. Bemalol ko'rasizlar, xudo xolasa. Bekorchilarni ham qilib beramiz. Telegram kanalda bo'lib turinglar, xudo xolasa. Bekor chiqmasdan xo'roz bermaymiz. Endi birinchi bekorchisida ko'pchilikka yoqmaydi. Ko'pchilik tushunmaydi. Ikkinchi bekorchisi ham sal mundayroq bo'lishi mumkin. Tushunsa keyin yaxshi bo'ladi. Biz doim aytaman, birinchisidan unaqa past baho bermanglar o'rtoqlar. Xo'rozni kelib chiqishi yaxshi, hunarini keyinroq ko'rsatadi desam negativ o'zgalar ko'p bo'ladi, keyin uyalib qolishadi o'zlari. Biz bir marta yengil haydamalarni qilib Telegram kanalimizga qo'yib beramiz. Telegram kanalda keyin kim qanaqaligini, kimni xo'rozi qanaqaligini bilib qolishadi. Nokaut dedikmi, nokaut qilmasdan qo'ymaydi bizniki. Xo'rozlar mo'shni. Telegram kanaliga o'tinglar, xudo xolasa. Bekorchisini albatta qo'yib beraman. O'rtoqlar. Voy joning sog' bo'lgur, mana xo'roz o'rtoqlar. O'ynab turgan zo'r, xudo xolasa. Joning sog' bo'lgur. Ana xo'roz. Ishqibozlarga qo'lni yengil qilib beramiz buni. Bekorchilarni Telegram kanaliga qaytadan qo'yib qo'yaman. Zudlik bilan o'tinglar ishqibozlarga. Yaxshi xo'roz, xudo xolasa. Voy joningni. O'ta chiroyli.